Assalomu alaykum hurmatli Qizil Kaliforniya chuvalchang muxlislari. Mana bugun biyogomuslarimizni ilash, xaltalarga qoplash jarayonlarini o'tkazamiz. Inshaalloh videodan uzoqlashmanglar. Eng samarali video bo'ladi. Inshaalloh mana bunday qoplaga, upakovka holatga keltiramiz klientlarimizga. Qiziquvchi o'rtoqlar, like tugmachalar bosib qo'ying, videomiz keng tarqalishi uchun. Inshaalloh mana bunday yangi videolar chiqarib boraveramiz, tomosha qilamiz inshaalloh. 100% granul shaklda tayyor bo'lgan biyogomuslarimiz 5 yildan o'tgan. Sifatli 100% granul holatda. Qiziquvchi o'rtoqlar, biyogomuzga, chuvalchangga qiziquvchilar ekranga nomerlar qo'yib qo'yamiz, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hamda qoplab kerak bo'lsa pakok holatda keltirib beramiz. Qiziquvchi o'rtoqlarga biyogomuslarimiz bunda mana bu yerda bor. Inshaalloh ularni qoplab tikib joylab beramiz. Inshaalloh bunday sifatli 100% sifatli biyogomuslarimiz bor. Biyogomusga qiziquvchi o'rtoqlar, Kaliforniya chuvalchang qiziquvchi o'rtoqlar ikkilanmasdan bemalol boshlashi mumkin. Oddiy mol ko'ngildan yaxshigina oyiga daromad qilish mumkin. Buni qiziquvchi o'rtoqlar bilan mana bu yerda ham tayyor biyogomuslarimiz bor. Chuvalchanglarimiz bor va ajratib ilash jarayonlarini o'tkazamiz. Buni ham ko'rsatib boramiz qiziquvchi o'rtoqlar. Mana bu yerda chuvalchanglarimiz bor. Inshaalloh ulardan ilab pakok holatga keltirib video qilib jo'natamiz. Qiziquvchi o'rtoqlar kommentariylarga yozishlari mumkin. Bemalol qiziqtirgan savollarga javob beramiz. Chuvalchang qanday boqiladi, biyogomusni qancha, qaysi payt ilash, qaysi payt ajratib olish sirlarini o'rgatamiz. Maslahatlar mutlaqo tekin. Qiziquvchi o'rtoqlar, xullas kalom, qiziquvchi o'rtoqlar boshlanglar buni. Daromadi yaxshi, buni o'zimizda sinab ko'ryapmiz. Oniki inshaalloh yaxshi daromadga chiqdik. E'tiborlar uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.